بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, musulmon birodarlar, Allohning baytiga xush kelibsiz. Qur'on ziyofatiga xush kelibsiz. Alloh azza va jalla kunduzlar tutgan rozalaringizni qabul aylasin. Alloh azza va jalla o'qiyotgan namozlarimizni qabul aylasin. O'qiyotgan bu Qur'onimizni dunyo va oxiratda foydamizga hujjat qilsin. Ziyonimizga hujjat qilib qo'ymasin Alloh. Allohga shukr, mana shunday go'zal o'tirimizda bu o'tirish dunyodagi har qancha ne'matni olib keling, uni evazi yo'q. Alloh taoloning nazdidagi eng go'zal holat mana shunday bandalarni Allohga sajda qilgan holatda o'tirishlaridir. Hech bir narsaga alishib bo'lmaydigan narsada bu. Hamma narsamiz tashab, mashinamizni ham, uyimizni ham, pulimizni ham, hamma narsamiz tashab Alloh azza va jallaning oldiga, ey Robbim, hech kim emas ekanman sensiz. Mana seni oldingga men senga iloj topib keldim men. Senga panoh berishing uchun keldim. Ey Robbim, o'zing panoh bergin deb turishimiz Alloh uchun eng yoqimli ekanda, eng yoqimli ekan. Lekin mana shu o'tirishimizni hammasini bergan Alloh azza va jalla. Hammasini bergan Alloh taolo. Shunday ne'matga yetishtirgan, inson qilib yaratgan, musulmon qilib yaratgan Alloh azza va jalla. Alloh subhanahu va taoloning bu ne'matlariga sababchi, bizlarni bunday o'tirishimizga sababchi, Qur'onni o'qishimizga sababchi, bizlarni hidoyat topishimizga sababchi, zulmatda edikda nurga olib chiqishimizga sababchi, jaholatda edik, ma'rifatga olib chiqilishimizga sababchi bo'lgan bir zot borda, u kishini unutmasligimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U zotni unutishga bizning haqqimiz yo'q-da. Yurishimizda ham, turishimizda ham u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishimiz kerak-da. Chunki u zot biz uchun, mana shu ummat uchun, mana shu ummatni mana shunday o'tirishi uchun, Allohga mana shunday sajda qilishi uchun, Allohga tajalli qilishi uchun hamma narsalardan voz kechyaptilar. Hozir biz Iqro surasiga yetib keldik. Alaq surasiga. Birinchi nozil bo'lgan sura Iqro surasi, Alaq surasi. Alloh taolo insonlarni jaholatdan ma'rifatga olib chiqishni istab, Hiro g'orida o'tirgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Jabroil farishta orqali birinchi oyatlarni nozil qila boshladi. Iqro ya Muhammad. O'qing ey Muhammad. Bugungi Ramazon Rasulullohning Hiro g'orida o'tirgan Ramazonlar bilan bir kunga teng keladi. To'g'ri keladi. Mana shu oyda bo'lgan o'sha voqea ham. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'orida tahannus ibodati bilan mashg'ul bo'lganlarida Jabroil alayhisalom kelib, "Iqro ya Muhammad, o'qing ey Muhammad" dedi. "Ma ana biqorin, men o'qish bilmayman" dedilar. Om payg'ambar edilar-da. 2 marta, 3 marta takrorlandi. Payg'ambar alayhisalom "Men o'qish bilmayman" dedilar. Alloh azza va jalla birinchi oyatlarini nozil qila boshladi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. O'qing ey Muhammad. O'qing ey Muhammad. Buyuk Robbingiz nomi bilan o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Bu buyuk Robbimizning nomida. Xalaqal insana min alaq. Insonni lahta qondan yaratgan Robbingizdir. Iqro, o'qing. Va robbukal akram allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Insonga bilmagan narsalarni qalam bilan o'rgatgan Robbingiz buyukdir. Ana shu buyuk Robbingiz nomi bilan o'qing. Payg'ambar alayhisalom qo'rqib ketdilar. Hadischi onamiz oldiga keldilar. Bo'lgan voqeani aytib berdilar. Payg'ambar alayhisalomga hadischi onamiz la yuhzikallohu abada. Alloh taolo sizni sharmanda qilmaydi. Inshaalloh Alloh taolo sizni sharmanda qilmaydi. Bu inshaalloh xush xabar. Bu keyingi kelajakda sizga nimadir berishligini Alloh azza va jalla iroda qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiyning o'rtasida 6 oy uzilish bo'lib qoldi. Rasululloh sarson bo'lib qoldilar-da. Haligi lazzatni, haligi ishqni Jabroil alayhisalom kelib u zotni bag'rlariga bosganini, u muborak oyatlarni to'xtab qo'ygan Rasulullohning yuraklarini siqib yubordi, ezib tashladi.
Hatto jonlariga qasd qilmoqchi bo'lib toqqa chiqqanlarida Jabroil alayhisalomni osmonda muallaq holatda haqiqiy suratda ko'rdilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qiladi. Rasululloh tizzalab qoldilar, qo'rqib ketdilar. Hadicha onamizning oldilariga bordilarda, "Zammiluni ya Hadicha." O'rab qo'y, ey Hadicha, meni qo'rqib ketyapman dedilar. Hadicha onamiz o'rab qo'ydilar. Iqro kalimasi bilan payg'ambar bo'ldilar. Navbatdagi oyat bilan Rasululloh bo'ladilar. Rasul zimmasida yetkazish vojib bo'lgan Rasululloh bo'ladilar. Ya ayyuhal muddassir. Ey burkanib oluvchi zot. Qum fa anzir. Turing endi. Insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Ularni do'zax azobidan ogohlantiring. Ularning Robbingizni azobidan ogohlantiring. Qiyomatdagi azobdan insonlarni ogohlantiring. Turing. Qum, turing o'rningizdan. Bo'ldi, endi o'tirish yo'q. Bo'ldi, endi uxlash yo'q siz uchun. Endi siz uchun mashaqqatli yo'l bor. Endi siz uchun bu insonlarni jaholatdan saodatga olib chiqish yo'li bor. 23 yillik juda ham qiyin hayot. 23 yillik imtihon to'la hayot, musibat to'la hayot, aziyat to'la hayot. Rasululloh bilmasdilar. Rasululloh bilmasdilar. U zotni qavmlari chiqarib yorishini bilmasdilar. U zotni yuzlariga tupurishini bilmasdilar. U zotni yuzlariga tarsak tushirishini bilmasdilar. Qabul qildilar-da, turdilar. Qum dedi Alloh taolo. Turdilar o'rnlaridan va 23 yil Allohning dinini yetkazish uchun hatto farzandlarini rohatdan ham kechdilar-da, mana shu ummat uchun. Astalik bilan maxfiy da'vat boshlandi. 3 yil davomida. Hadicha onamiz, Abu Bakr, Ali, Bilol, zaiflar iymonga keldi. Keyin oshkora da'vatga o'tdilar. Oshkora da'vatga o'tishlari bilan mushriklarning aziyati yomg'irdek yog'ilib keldi. Abu Lahabmi, Abu Jahlmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aziyat berishda musobaqalashdi. Yo'llarga axlatni tashladi. Ka'bani oldida sajda qilib tursalar, tuyan najosatlarni ustilariga sochib yordi. Biz yo'q edikda Rasulullohga yordam bergan. Hech kim jur'at qila olmas edi, chunki ular zaif edi. Zolimlar ularga zaifligi uchun azob beradi. Payg'ambar alayhisalom sajda qilgan holatlarda ustilarida najosatlarni Fatima onamizga yig'ishtirib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Utayba alayhilani keldida, qizlaringni ol dedi, taloq qildim dedi. Abu Lahab o'g'illari va Rasulullohning yuzlariga tupurib yordi. Nima ayblari bor edi? Faqatgina shularni insonlarni jannatiy bo'linglar, haykaliga sig'inmang, Allohga sig'ining deganlari aybmidi? Lekin sabr qildilar-da. Biror nima demadilar. Oshkora da'vatda juda ham qiynaldilar. Makkadan umid qolmadi. Keyin ular payg'ambar alayhisalom Zayd ibn Horisa bilan Toifga bordilar. Toifda ham aqli zaiflar, yosh bolalar hammasi Rasulullohni toshbo'ron qildi. 5,5 kilometrgacha toshbo'ron qilib bordi-da. Kichkina masofa emas. Payg'ambar alayhisalom badallaridan qon oqardi. Tizzalardan qon oqardi. Yuzlaridan qon oqardi. Toshbo'ron qilgan, ochiq oydin toshbo'ron qilib borgan 5,5 kilometrgacha. Payg'ambar alayhisalomni muborak ko'zlaridan yosh chiqib ketdi-da, aziyatlanganlarda. Nima uchun edi? Mana shu ummatni mana shunday o'tirishi uchun ana shu aziyatlagan sabr qildilar-da. Qalblari mahzun, yig'lab o'tirganlarida Jabroil alayhisalom keldi: "Ey Rasululloh, Alloh azza va jalla sizni duoyingizga qarab turibdi. Ayting, bu qavmni halok qiladi." Payg'ambar alayhisalom: "Va hum ya'maluna va hum la ya'lamun." Ular bilmay qilyapti-da. Alloh azza va jalla kechirsin bilan. Bilganlarda bunaqa qilmas edi. Men bulardan ko'ra bularni zurriyotidan iymon keltiradigan zurriyotlar chiqishini xohlayman dedilar. Va o'tirimizda Payg'ambar alayhisalom o'shani duoibat qilganlarda qavmlar halok bo'lib ketgan bo'lardi hammasi. Mana o'tirimiz. Allohga ibodat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlarini eshitib o'tirimiz. Ularning hammasining sababchisi mehribonimiz Rasulullohda. Ana shunday zot edilar-da. Nima dedilar o'sha joyda? Aziyatlar kelgandan keyin toshbo'ron bo'lgan inson, qon oqib turgan, oyoq kiyimlarigacha qon oqib ketgan inson nima dedilar? Ya Robbi, va illam taghdab fala ubali. Ey Robbim, sen g'azab qilmasang bu musibatlarga parvo qilmayman dedilar.
Bu musibatlar men uchun hech narsa emas, sen g'azab qilmasang bo'ldi. Seni g'azab qilmasliging men uchun kerak dedilar. U joydan ham noumid bo'lib qaytdilar. Noumid bo'lib qaytganlardan keyin Makka mushriklari u zotni qamal qilib qo'ydi 3 yilga. Butun oilalari iymon keltirganlar bilan bir kichkinagina qishloqchaga qamal qilib qo'ydi. Qiz olmadi, qiz bermadi, ovqat chiqarmadi, hatto ildizlarni yeyishgacha borishdi sahobalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq aziyat chekdilar u qamalda. 3 yil. Yana ham qattiq aziyat. Yostiqdoshlari, mol dunyoni ayamagan, doimo dalda bergan juft halollari Hadicha onamiz roziyallohu anhu o'sha joyda vafot etdilar. Juda ham qiyin bo'ldi. Omil huzun deydi bu yilda. Qayg'u yili. Payg'ambar alayhisolamga ketma-ket musibatlar kela boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sekin astalik bilan o'g'illarini ham qabrga qo'ya boshladilar. 6 ta farzandlarini o'zlarining muborak qo'llari bilan qabrga qo'ydilar. Hamma narsa deb ko'rdi, majnun dedi, sehrgar dedi, kazzob dedi, shoir dedi. Hammasi yetmagandek, o'g'illar vafot etgandan keyin abtar dedi, bepush dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Farzandi yo'q, ertaga farzandi yo'qligi uchun dini ham yo'qolib ketadi dedi. Lekin Alloh irodasi bilan o'tiribmizda. Rasulullohning farzandlari vafot etgan bo'lsa ham ummatlari haligacha turibdi. 1,5 yildan bir Rasulullohning ummatlari sallallohu alayhi ya Rasululloh deb turibdi. Mushriklar Abu Talib chaqirdi. Yoki Muhammad bu yo'ldan qaytadi, yoki bo'lmasa biz uni o'ldiramiz. O'ldirmasligimiz uchun Muhammad bilan gaplash. Agar mol dunyo kerak bo'lsa, biz uni eng boy inson qilamiz. Agar unga boshliqlik kerak bo'lsa, biz uni sayyid qilib olamiz. Abu Talib chaqirdi Muhammad alayhisalomni. Ey jiyanim, bu yo'ldan qayt. Pul kerak bo'lsa pul beramiz deyishyapti. Boshliqlik kerak bo'lsa boshliqlik beramiz deyishyapti. Qizlar kerak bo'lsa eng chiroylilarga uylantiramiz deyishyapti. Qayt bu yo'lingdan. Kech bu islom dinidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. O'sha joyda kechib olsalar bo'lardi. O'shancha musibat, alamda kechib olsalar bo'lardi-ku, lekin u zotni kechishlariga haqqilari yo'q edi-da. Alloh u zotni himoyachisi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaki dedilar. O'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni berishsa ham bu yo'limdan kechmayman dedilar. Yo bu yo'lda o'laman dedilar, yo islomni o'zimdan keyingilarga yetkazaman dedilar. Makka ga sig'madilar. U yo'l ham ularga foyda bermadi. Dorun Nadvani bilamiz, mushriklarning qarorgohi edi. U joyda maslahat qilishardi. Maslahatni hammasi Rasulullohni yo'q qilish uchun qilinadigan maslahat edi. Hamma mushriklar yig'ilib maslahat soldi. Qanaqa qilib bu dinni to'xtatsak bo'ladi? Qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? Hamma har xil maslahat berdi, lekin orasida bitta chol o'tirgan edi. Aytdiki, sizlar dedi ko'p qabilasiz. Har bitta qabiladan bir kishi chiqsin-da, 8 ta, 9 ta, 10 ta yigit Muhammadni o'ldirsin. Quraysh hamma qabilaga jang qila olmaydi. Xun talab qiladi, hamma qabila xunni qaytarib beradi. Shu bilan Muhammad o'ladi. O'sha chol shu taklifni berdi. U chol kim edi? Shayton edi. Inson qiyofasida kelib Rasulullohni o'lishlari haqida, Rasulullohni o'ldirish fikri haqida ularga maslahat berdi. O'ldirishlik uchun borishdi. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga chiqib ketishlari kerak edi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Hovlilarini, uylarini tashqarisida turuvdi 10 ta sipoylab. O'rnlariga arini yotqizdilarda, Yosin surasining mana shu oyatni o'qib, ularning ko'zini ko'r qilib qo'ydilar. Alloh taolo aytadi, ularning oldidan bir to'siq, orqasidan bir to'siq qo'yib qo'ydik. Ular ko'rmaydi. Rasululloh o'tib ketdilar. Savr g'origa kirishdi Abu Bakr bilan. Abu Bakr bilan Savr g'orida berkinib turishganda mushriklar borishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun borishdi. G'or og'ziga kelishdi. Abu Bakr yig'lab yordilar-da. "Yo Rasululloh, hozir bularning qo'lidagi qamchi yerga tushib ketib, qamchini olaman deb qarasa ham bizni ko'radi-ya" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La tahzan, innalloha ma'ana." Xafa bo'lma, mahzun bo'lma, Alloh biz bilan birga dedilar. Buni Tavba surasida Alloh oyat shaklida tushirib qo'ydi. U joydan chiqishdi,
yo'lda ketishayotganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir voqeani aytib beradilar-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Makkadan Madinaga ketayotgan edik. Yo'lda juda issiq bo'lib ketdi. Masofa hali ozgina bor edi. Bir kishiga yetadigan darajada suv qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suvni uzatdim. Ey Allohning rasuli, iching dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suvni ichdilar. Har bitta og'izlaridan ichayotgan suvlari men chanqog'imni bosardi dedi. Ularning muhabbati shunaqa bo'lganda, ularning muhabbati shu darajada qarangki, birlari ichsa ikkinchilari qoniqsa-yu suvdan. O'shaning uchun Siddiq nomini oldilar-da Abu Bakr. Bordilar, Madinada sal hayot yaxshilandi. Lekin munofiq yahudiylarni kuchi Rasulullohga yana ishlashni boshladi. Badr g'azoti mushriklar bilan, Uhud jangi, Tabuk g'azoti, Xandaq g'azoti Rasulullohni mana shu islomni ushlab qolish uchun hamma narsaga tayyor turdilar. Uhud jangini esingda, musulmonlar hammasi mag'lub bo'layotgan edi. Hatto Muhammad o'ldi degan gap chiqib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta Sa'd ibn Abi Waqqas bilan birga qoldilar. Mushriklar bostirib kelayotganda Sa'd Rasulullohga tirik qalqon bo'ldi. Tirik qalqon bo'lib kelayotgan hamma narsaga turib berdi. Va kamondan turib mushriklarning hammasiga kamondan o'q otdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yerdan o'qlarni olib berardilar Sa'dga, orqada turib. Ot ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin, ot, saqlab qol bu dinni, ot Sa'd dedilar. Sa'd otardi. Rasululloh kamondagi o'qlarni olib berardilar. Mana islom dini yetib kelyapti-da. Sekin astalik bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni saodat davrlari, risolat davrlari o'z nihoyasiga yetayotgan edi. Alloh azza va jalla risolatni yakunlashlik uchun oxirgi suralarni nozil qila boshladi. Iza jaa nasrullohi wal fath. Ey Muhammad, vaqtiki Allohning nusrati va Makka fath qilinsa, va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Siz insonlarni Allohning diniga jamoa bo'lib kirayotganini ko'rasiz. Oldin bitta kirayotgan bo'lsa, endi islom quvvatlandi, endi jamoa bo'lib kiradi insonlar. Siz buni ko'rasiz hali. Fasabbih bihamdi robbika vastaghfir. Endi Robbingizga tasbih ayting, Robbingizga hamd ayting, Robbingizga istig'for ayting. Innahu kana tawwaba. Albatta Robbingiz tavbalarni qabul qiluvchidir. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, mana shu sura Rasulullohning ajallari haqida nozil bo'ldi. Rasululloh mana shu suradan 80 kun o'tgandan keyin vafot etdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu sura nozil bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p istig'for aytdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhissalomning oldinlari bunaqa ko'p istig'for aytganlarini ko'rmagan edik. Rasululloh o'limga tayyorgarlik ko'rishni boshlaganlar. Iza jaa nasrullohdan keyin. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, payg'ambar alayhissalom iza jaa nasrulloh nozil bo'lgandan keyin kulmay qo'ydilar dedilar. Oxiratga tayyorgarlik ko'rishni boshlaganlar. Sofiya onamiz aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iza jaa surasi nozil bo'lgandan keyin kelsalar ham, tursalar ham, o'tirsalar ham, biz bilan gaplashsalar ham Allohga istig'for aytib o'tirardilar. Alloh azza va jalla sura jihatidan mana shuni oxiri nozil qildi. Hukmiy oyat jihatidan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bu ham eng oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan. Ey Muhammad, bugun men sizga diningizni mukammal qilib berdim. Bugun men sizga ne'matlarimni tom qildim, mukammal qildim. Va raditu lakum al-islam dinan. Va sizlar uchun islomdan boshqasiga rozi emasman dedi. Alloh azza va jalla mana shu oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom hajjatul vadoga bordilar. Eng oxirgi hajlari bitta haj qilganlar, birinchisi ham oxirgisi ham o'sha hajlari edi. Hajjatul vadoda haj qilganlardan keyin xutba qildilar. Minbarga ko'tarildilarda ayyuhan nas dedilar. Ey insonlar, men bu yildan keyin sizlarning orangizda bo'lamanmi, yo'qmi bilmayman dedilar. Qo'llaringiz, mollaringiz, farzandlaringiz, obro'laringiz bir-biringizga harom qilindi dedilar. Bir-biringizni mol dunyoyingizni nohaq yo'l bilan yemang, bir-biringizni qoningizni to'kmang dedilar. Ayollar, sizlarga Allohning bergan omonatlari, Allohning omonatlariga chiroyli rioya qiling dedilar. Alloh azza va jalla bir bandasiga
bu dunyoda yashash imkoniyatini, ozgina qolish imkoniyatini, keyin vafot etib Allohning huzuriga borish imkoniyatini yoki bo'lmasa vafot etib Alloh bilan yo'liqish imkoniyatini, ikkitasini bitasini tanlashni aytdi. Banda vafot etib Allohga yo'liqishni tanladi dedilar. Abu Bakr tushundi xolosda u gapni. Abu Bakr yig'ladilar. Yig'lama ey Abu Bakr dedilar. Chunki u banda Rasululloh edilar-da. Alloh mana shu ikkita taklifni bergan edi. Payg'ambar alayhissalom o'sha joyda aytdilarki, ey ummatlarim dedilar. Sizlarga diningizni yetkazdimmi? Hal ballagtukum, sizlarga yetkazdimmi diningizni? Sahobalar qad ballagta ya Rasululloh, yetkazdingiz ey Allohning rasuli deydi. Rasululloh yana so'radilar, hal ballagtukum, yetkazdimmi sizlarga diningizni? Sahobalar ya Rasululloh yetkazdingiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma shahad, Allohumma shahad, Allohumma shahad. Allohim guvoh bo'l, Allohim guvoh bo'l, seni risolatingga yetkazib qo'ydim men bandalaringga dedilar. Keldilar. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Rabiul avval oyi edi. Rasululloh juma namozi kundan keyin, juma namozidan keyin og'irlasha boshladilar. Abu Bakrga ayting namoz o'qib bersin dedilar. Hammamiz biladigan voqea. Abu Bakr namozga o'tdilar 3 kun Rasulullohsiz. Yakshanba kuni xufton namozida Abu Bakr namozga o'tdilar. Yakshanba kuni, juma, shanba, yakshanba. 3 kun Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mihroblarida Rasulullohsiz imomlikka o'tdilar. Payg'ambar alayhissalom xonada hujra-i saodatda edilar. Abu Bakr xufton namozini o'qib berdilar. Jamoat saf tortgan edi. Farishtalarning saflaridek tizilishgan edi. Mana shunday holatda edilar. Payg'ambar alayhissalomning hujralari mana shu masjid bo'lsa, mana shunday edilar. Mana shunday holatda edi. Deraza bor edi. Deraza pardali edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pardani ochdilar, Abu Bakr ovozini eshitib. Pardani ochib, ko'zlarida muborak yosh bilan ummatlarni tomosha qilib turdilar. Rasululloh risolatni yetkazganlarini tomosha qilib turdilar. Ummat saf tortganini tomosha qilib turdilar. Allohning dini mukammal bo'lganini tomosha qilib turdilar. Bu ummat Allohning diniga qoyim turganini tomosha qilib turdilar. Tabassum qildilar keyin. Ya'ni u zot qo'llaridan kelgancha hamma narsani bajargan edilar-da. Sahobalar ko'rishdida orqaga sal tisarlashdi. Abu Bakr ham orqaga ozgina tisarildi, chiqarmikin dedi. Rasululloh ishora qildilar, o'qiyver. O'zlarini sal yaxshi his qildilar-da, ikkita sahobani yelkasiga olib chiqib, sekin sudralib chiqib keldilar. Abu Bakr orqasida namoz o'qidilar. Namoz o'qib bo'lganlardan keyin oxirgi xutbalarini qildilar. Oxirgi xutbalari bu. Zo'rg'a o'tirdilar minbarga. Ey insonlar dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling dedilar. Namozga ehtiyot bo'ling. Allohning oldida namoz borasida so'ralasiz dedilar. Namozga xushyor bo'ling dedilar. Ummatlari haqida mana shu joyda qayg'urdilar-da. Doim qayg'urgan zot oxirgi soatlarda ham qayg'urib, namozga xushyor bo'ling, namozni ehtiyot qiling dedilar. Yana bir qancha vasiyatlarni qildilar. So'rasangiz, eng oliy jannatni so'rang. Firdavs jannatini so'rang dedilar. Firdavs jannatini so'rang Allohdan. Allohning fazli keng. Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli sizlarni jannatga olib kiradi. Amallaringizni qilib, oxiri Allohning fazlini so'rang. Allohning fazli bo'lmasa jannatga kira olmaysiz dedilar. Sahobalar, ey Allohning rasuli, siz ham kira olmaysizmi deydi. Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, agar Alloh meni fazliga o'ramasa, men ham kira olmayman dedilar. Sahobalar yig'lashdida. Shunda bir sahoba aytdiki, ey Allohning rasuli, siz vafot etsangiz, bu dunyoda siz bilan birga yashadik. Vafot etganingizdan keyin sizni darajangiz payg'ambarlar bilan bo'ladi. Biz vafot etib bir amallab jannatga kirib olsak ham Allohning izni bilan bizning darajamiz quyida bo'ladi. Siz bilan jannatda birga bo'la olmaslikdan qo'rqamiz. Ey Allohning rasuli deydi. Bizchi? Biz Rasulullohsiz nima qilamiz agar borib olsak? Bu dunyoda ayrilganimiz yetadi. Qiyomatda Rasululloh kelsalar, sen meni sunnatimdan uyalgan eding. Sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding deb indamay qaytib ketaversalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasulullohsiz nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kunida
Qanaqa holat, nima tadidi biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasulullohsiz yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'pa olmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosa olmadik sahobalardek. Endi jannatda ham ayrilib bo'lsak-chi? Jannatda Rasululloh sahobalar yig'lashdida, ey Allohning Rasuli, biz siz nima qilamiz qiyomat kunida? Bu dunyoda sizga o'rganib qo'yamiz, sizni forlaringizga o'rganib qo'yamiz, siz nima qilamiz deyishdi. Rasululloh aytdilarki, innal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba. Albatta insonlar yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi dedilar. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramizmi? Rasululloh bilan birga bo'la olar ekanmiz. Rasululloh bizni ummatim dermikinlar, ha? Loyiqmikanmiz Rasululloh ummatlari bo'lishga, safdan joy olishga? O'shancha sahobalar, o'shancha taqvodor zotlar o'tishdi, o'shancha ulamolar o'tishdi, tobiin, tobiinlar o'tishdi. Juda ko'p insonlar o'tishdi, taqvodor insonlar. Biz ham arzirmikimiz o'sha qolibga tushib turib Rasululloh bilan birga jannatga kirib olishga? Alloh taolo barchamizga nasib qilsin Rasululloh bilan birga bo'lishni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu gaplarni aytdilar va hujra-i sodiqga kirib ketdilar. Mana shu oxirgi sahobalar bilan ko'rishish edi. Sahobalar qaytib Rasulullohni ko'rishmadi. Sahobalar qaytib Rasulullohning yuzlarini ko'rishmadi. Rasululloh ertasiga choshgoh paytida Rafiqul A'loga, Allohning huzuriga muborak omonatlarni topshirdilar. Rasululloh vafot etdilar. Bunaqa musibat yo'q insoniyat uchun. Rasulullohning vafotlaridek musibat yo'q. Rasululloh o'zlari aytganlar, boshingizga musibat kelsin, meni vafotimni eslang dedilar. Meni vafotimdagi sizlarga musibat yo'q dedilar. Biz Rasulullohni bu dunyoda ko'rmadik-da, ilohim Alloh jannatda ko'rishni nasib qilsin. Hozir Qur'on o'qiyapmiz. Bu Alloh taoloning kalomi, Alloh taoloning so'zi. Har bitta harfi uchun Alloh azza va jalla 700 barobargacha savob beradi. Qabul qilsin bu o'qigan Qur'onlarimizni, eshitgan Qur'onlarimizni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu oldilariga keldilarda, ey Ubay dedilar. Alloh taolo aytdi, Qur'on o'qib bergan ekan, Alloh sen ovozingni eshitishni xohlayapti dedilar. Ubayga ayting, Ubay Bayyina surasini o'qib bersin, men eshitmoqchiman dedi Alloh taolo. Ubay roziyallohu anhu aytdilarki, ey Allohning rasuli, Alloh meni ismimni sizga aytdimi? Meni shu xor ismimni, Ubay degan ismimni Alloh taolo zikr qildimi? Rasululloh ha dedilar. Ubay roziyallohu anhu Bayyina surasini tilovat qilib berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak ko'zlaridan yoshlar chiqib ketdi bu surani eshitib. Qarangda, Ubay roziyallohu anhuni Alloh azza va jalla eslatdi ismlarini. Alloh bizni ham eslarmikin? Bizni ismimizni ham zikr qilarmikin? Arzirmikimiz Alloh bizni ismimiz zikr qilinishiga? Alloh bizni ham ismimizni aytarmikin? Falonchi bandam bor edi, Qur'on o'qirdi, namoz o'qirdi deb farishtalarga maqtanarmikin? Oma qadarulloh haqqa qadri. Biz Allohning qadriga yetmadik-da. Biz Allohni qadrlay olmayapmiz. Ana shunday buyuk Robbimiz borligini bila olmayapmiz-da. Alloh bizni ham zikr qilsin-da. Bizni ham zikr qilsin. Fazkuruni azkurukum. Allohni eslang, Alloh sizlarni eslaydi deydi. Biz Allohni eslaylik. Hozir bu joyda biz Allohni eslab o'tiramiz. Allohning roziligidan boshqa rozilik uchun kelmadik-da. Alloh azza va jallaning roziligi uchun keldik bu joyga. Alloh har bitta qadamlarimizni qabul qilsin-da. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Iza marartum bi riyadil janna farta'u." Agar jannat bog'larining oldidan o'tsangiz, rohatlaning dedilar. Ozuqa oling dedilar. Jannat bog'lari nima ey Allohning rasuli deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Hilaquz zikr." Zikr halqalari. Qayerda Allohni zikr qilinayotgan bo'lsa,
qayerda Qur'on o'qilayotgan bo'lsa, qayerda Allohning ismi aytilayotgan bo'lsa, ilm majlisi bo'layotgan bo'lsa, o'sha joy Allohni zikr qilinadigan bog' hisoblanadi. Hozir Namanganimiz bog'ga aylandi, jannat bog'iga aylandi. Hamma masjidlarda Allohning zikri bo'lyapti. Hamma masjidlarda xatmi Qur'on bo'lyapti. Hamma masjidlarda Allohning zikr qilinyapti. Hozir yer jannatga aylanib ketdi deyarli. Biz o'shandan rohatlanishimiz kerak. Hozir zikr qilib o'tiramiz. La ilaha illalloh. Ey Alloh, sendan boshqa iloh yo'q. Nastag'firulloh. Ey Robbimiz, biz gunohlarimizga istig'for aytamiz. Nas'alukal jannah. Sendan jannatingni so'raymiz. Va na'uzu bika minan nar. Do'zaxingdan panoh so'raymiz, ey Robbimiz deb so'rayapmiz. Mana shu holatni hozir shu gapni aytib mavizamizni yakunlaymiz. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bu. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh taoloning yer yuzida zikr halqalarini izlab yuruvchi farishtalari bor dedilar. U farishtalar yer yuzida zikr halqalarini izlab yuradilar. Qayerda Allohni zikr qilinsa, o'sha joyda o'tiradilar. Bandalar bilan birga o'tiradilar. Shu darajada ko'payib ketishgan hol, sig'may yotishibdi farishtalar. Sig'may yotishibdi. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, shu darajada ko'pligidan bir-birining ustiga chiqib hatto osmongacha yetib borishadi u farishtalar dedilar. Hozir yoningizda o'tirgan inson ham balki farishta, inson suratdagi farishta o'tirgandir. Balki shular tufayli hozir biz mazza qilib o'tirgandirmiz. Qayerdan bilamiz deyilsa, badanlarimiz titrab ketayotgan bo'lsa, ko'zlarimizga yosh kelib ketayotgan bo'lsa, farishtalar sig'may yotishibdi hozir mana shu joyga. Hamma joyda farishtalar turishibdi. Ular osmongacha ko'tarilib borishadi. Alloh azza va jalla hammasini biladi. Bilib turib so'raydi. Qayerdan kelyapsiz? Yer yuzidan kelyapmiz. Kimning oldidan? Bandalaringning oldidan kelyapmiz. Ularni qay holatda tark qildingiz? Ey Robbimiz, biz kelayotganda ular senga tasbih aytishayotgan edi. Senga takbir aytishayotgan edi. Senga hamd aytishayotgan edi. Seni poklab yod etishayotgan edi. Ey Robbimiz, seni zikr qilishayotgan edi. Va sendan so'rashayotgan edi. Nimani so'rashyapti? Ey Robbimiz, sendan jannatingni so'rashyapti. Nas'alukal jannah deyapmiz-ku. Bu jannat so'rayapmiz Allohdan. Ey Robbimiz, jannatingni ber deyapmiz. Jannatimni ko'rishganmi deydi Alloh. Ko'rishmagan. Ko'rganda nima bo'lardi? Ko'rganda yana ham qattiqroq so'ragan bo'lardi ular. Shunaqa jannat bor-da, biz bilmayapmiz-da. Dunyoyimiz uchun aldanib qolyapmiz-da. Bizni jannatimiz qarab turibdi. Nimadan panoh so'rashyapti? Do'zaxingdan panoh so'rashyapti. Na'uzu bika minan nar deyapmiz-da. Ey Robbimiz, do'zaxingdan panoh ber. Do'zaximni ko'rishganmi? Ko'rishmagan. Ko'rganda nima bo'lardi? Ko'rganda yana ham qattiqroq so'ragan bo'lardilar. Yana nima so'rashyapti? Ey Robbimiz, gunohlarimizni kechir deb so'rashyapti. Nastag'firulloh deyapmiz-ku. Alloh taolo aytadi: "Izzatimga, jalolimga qasam, sizlarni guvohlik qilib aytaman. Ularga so'ragan jannatini beraman. Do'zaxdan panoh beraman va hammasini izzatimga qasamki gunohlarni kechiraman" deydi. Alloh taolo bugun bizlarning gunohlarimizni kechirsin. Hamma gunohlarimizni kechirsin. Bu masjiddan gunohdan pok holatda chiqishimizni nasib aylasin. Doimo namozda mahkam bo'lishimizni nasib aylasin. Rasulullohning sunnatlarini ushlashligimizni nasib aylasin. Alloh va Rasulni yaxshi ko'rishimizni nasib aylasin. Ulardan uyalmaylikda. Alloh azza va jalla ilohim yaxshi ko'rganlarimiz bilan, sayyidimiz bilan, Rasululloh bilan birga qiyomat kunida jannatga kirishimizni nasib aylasin. Duo qilaylik. Bugun Allohdan so'raylik. Alloh shoyatki bizlarning gunohlarimizni kechirsa, ey Robbimiz, o'zingning buyukliging va ulug'liging bilan so'raymiz. Ey Robbimiz, gunohlarimizni kechirgin. Do'zaxingdan panoh so'raymiz. O'zing panoh bergin. Jannatingni so'raymiz. Parvardigor olam jannatingni bergin. Parvardigor olam sen bizdan rozi bo'lgin. Ey Robbimiz, biz sendan rozimiz. Shunday bizni to'plab qo'yganingdan rozimiz. Ey Robbimiz, bizlarning barchamizni gunohlarimizni kechir. Ota-onamizni, zurriyotlarimizni gunohini kechir. Bugun butun mu'minlarning gunohini kechirib yuborgin ey Alloh. Bizga rahim qilgin ey Alloh. O'zing bizlarni avf etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ahli baytihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Vassalam.